Assalomu alaykum Zamin Moto obunachilari. Mana bugun 2-iyul 2026 yil sanasiga birpas yetib keldik. Ushbu kunga mana oxirlatib qo'ydik. Bizning Zamin savdo markazimizda bor tovarlar haqida ma'lumot bermoqchimiz. Mana labolarimiz 1 tonnali, 500 kiloli, 300 kiloli, 700 kiloli, 250 kilogramli va 1,5 tonnagacha bo'lgan tokli va 500 kilogramdan 4,5 tonnagacha bo'lgan benzinli motorollarimiz mavjud. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlari mumkin va 3 balon mana bunday 1.2 modellarimiz ham mavjud. Ko'rishlaringiz mumkin. Benzinli motorollarimiz mana ko'rishlaringiz mumkin. Va bu yoqda sport bayklarimiz 400-500 kubli sport bayklarimiz ham mavjud. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekranlardagi raqamlarga aloqaga chiqishlaring mumkin. Va bizda shuningdek tank, benzinli tank modellarimiz bor bu yerda. Mana bu yerda tank modellarimiz ko'rishlaring mumkin. 11,5 million so'mdan vodiy bo'ylab bepul dastavka qilib beramiz. Bu tank modellarimizda dvigatel hajmi 150 kub va bu yerda L-Max modelimiz bu 180 kubli dvigateldan jihozlangan bo'lib, tezligi 140 plus. Tanklarimizniki 100-120 plus. Ko'rishlaring mumkin. Oldi orqa GTX tormozdan jihozlangan. Va bizda riksha modellarimiz ham mavjud. Mana kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Mana 1.1-1.2 modellarimiz ham mavjud. Benzinli motorollerlar so'rayotgan akalar bor edi. Mana benzinli samospal variantlarimiz mana ko'rishlaring mumkin. Pol kabina, ochiq holatdagisi ham bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Va bizni do'konimizdan skuter xarid qilayotgan akalar bor va skuterda qanaqa turlari bor deb turgan aka-ukalarga hozir biz skuterlarimizni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Skuterlarimiz mana 3 million so'mdan boshlanadi. 3 million so'mdan bu yog'i 7,5 million so'mgacha bo'lgan skuterlarimiz mavjud. Ko'rishlaring mumkin. Ob'yom juda ham katta. Donaga va Optimga ham kelishlari. Bemalol ko'rishlaring mumkin. Mana shunday mana agar korobka holatida so'rayotgan klientlarimiz bo'ladigan bo'lsa, korobka holatida ham bor. Mana bu benzinli motorollerlarimiz chorva tosh uchun mo'ljallangan. Mana bu reshotkalari bor. Juda ham chorva boqishga qulay bo'lgan. Agar xohlashsa bu reshotkalarni olib qo'yishlari ham mumkin. Mana bu yerdan olinadi. 200-250 kubli motor dvigatel bilan jihozlangan. Mana agar kimgadir Optimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana aloqaga chiqishlari mumkin. Ushbu tovarlarimiz Xorazm viloyatiga ketyapti. Korobka holatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bemalol bizga aloqaga chiqishlari mumkin. Manzilimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani, Boboshbek qishlog'i. Mo'ljal Boboshbek ishlab chiqarish va savdo kompleksining yonginasida joylashgan.